Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz musulmonlar uchun intayin ulug' bo'lgan Qur'on kitobimizdagi qissalarni aytishni davomlashtiramiz. Oldingi qitim biz ularning hammasini Alloh yaratdi degan temadagi qissani anglagandik. Bugun tunji inson va tunji payg'ambar degan temadagi qissani anglaylik, ha? Qani, undaqda hikoyamizni boshladik. Nəhayət uzun zamanlar ilgiriki ma'lum bir kuni Allah dunyoni yaratdi. Allah quruqliqni, dengiz okeanlarni, osmonni yaratdi. Hamma yer dal-daraxt va go'zal gul-giyohlar bilan qoplangan edi. Go'zal daryolarda sular eqib turardi. Ustida ko'p-ko'k osmon bor edi. Lekin hech bir inson yo'q edi. Allah quruqliqqa qaradi, dengiz okeanlarga qaradi, osmonga qaradi. Bu go'zal quruqliqda qandaqdir bir narsa kamdaq qiladi. Shuning bilan Allah laydan tunji insonni, Adam alayhisalomni yaratdi. Hamda Adam alayhisalomga hamroh qilib tunji ayol zot Hazreti Havvoni yaratdi. Adam alayhissalom va Hazreti Havva nihoyatda go'zal bo'lgan bir bog'da yashaydi. Bu bog' turli meva daraxtlari bilan to'lgan edi. Adam alayhissalom va Hazreti Havva qo'saqlari ochganda bu bog'dagi mevalardan xohlagancha yeydi. Bog'ning o'ttirsida yo'g'on bir tüp daraxt bor bo'lib, bu daraxtning mevalari bog'dagi boshqa daraxt mevalaridan alohida cho'ng bo'lib, nihoyatda chiroyli ko'rinadi. Allah Adam alayhissalom va Hazreti Havvaga bu daraxtga yaqinlashmaslik to'g'risida aytgan edi. Adam alayhissalom va Hazreti Havva bu bog'da to'liq xo'shal yashaydi. Ular qo'siga ochganda bu bog'dagi turli mevalarni ezib yeydi. Lekin bu alohida daraxtga bo'lsa hargiz chiqilmaydi. Bu güzel bog'da Adam alayhissalom va Hazreti Havvadan boshqa yana bir shaytonmu birga yashaydi. Bu shayton har vaqt Adam alayhissalom va Hazreti Havvaga hasad qiladi. Har vaqt ularning bu bog'da xo'shal-xo'ram yashashini xohlamaydi. Shundaqla Allohning Adam alayhissalom va Hazreti Havvaga g'azabi kelishini tilab turadi. Shuning bilan shayton Adam alayhissalom va Hazreti Havvani azdirdi. Adam alayhissalom va Hazreti Havva shaytonning gapiga kirib, bu cheklangan daraxtning mevasini yedi. Hamda mevani yeb bo'lgandan keyin ular bekmi qo'rqishdi. Chunki ular Allohning gapini anglamagan edi. Ular o'zlarining bu qilmishi uchun Allohning jazosiga uchraydi. Allah Adam alayhissalom va Hazreti Havvaning bu qilmishidan qattiq achchiqlandi. Ammo Allah Adam alayhissalom va Hazreti Havvani to'liq yaxshi ko'radi. Shunga ularga bak og'ir jazo berishni xohlamadi. Allah Adam alayhissalom va Hazreti Havvani bu go'zal bog'dan ayrilib, yer sharida yashashga buyurdi. Bu tunji payg'ambarimiz Adam alayhissalom haqidagi qissadan shuni bilib olamizki, Allah hammamizni yaratdi. Allah barliq insonlarni barobar qilib yaratdi. Barliq insonlar o'zaro bir-birini hurmatlash kerak. Bir-birini to'van ko'radigan, bir-birini tushiradigan yomon illatlardan saqlanish kerak. Chunki biz insonlar hammamiz payg'ambarimiz Adam alayhissalomning farzandlarimiz. Qandaq kichik do'stlar, bu qissani angladinglarmi? Bizning tunji payg'ambarimiz kimkan? Bizning tunji payg'ambarimiz Allah tunji yaratgan inson, ya'ni Adam alayhissalom ekan-a? Shundaqmi? Undaqda bugungi hikoyamiz mana shu yerda oyoqlashdi. Kelar qatimqi hikoyamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.